Uyg'ur romanchiligining dastlabki vakillaridan biri bo'lgan yozuvchi Abdulla Talib Uyg'ur bugungi zamon adabiyoti, jumladan yangi davr Uyg'ur adabiyoti tarixida munosib o'rin tutilgan Uyg'ur romanchiligining shakllanishi va taraqqiy qilish uchun belgilik to'kib qo'shgan yozuvchilarning biridir. Abdulla Talib 1926-yili Aqsuning Kalpin noyisida tug'ilgan. 1943-yildan 1946-yilgacha Aqsu Darul Mualliminda o'qigan. O'qish bitirgandan keyin Aqsuda o'qituvchilik bilan shug'ullangan. 1956-yili Markaziy Ma'rif institutida o'qigan. Shuningdan keyin atalmish Avtonom rayonlik Ma'rif nashriyati Uyg'ur tahrir bilimida muharrir, Ma'rif nazoratining Ma'rif tadqiqot o'rnida tadqiqotchi bo'lib ishlagan. 2005-yili Urumchida vafot bo'lgan. Abdulla Talibning adabiy ijodiyati 1943-yili Aqsu gazetida e'lon qilingan Ma'rifat ana nomli tunji she'ri bilan boshlangan. Shu yillardan tortib Fazli jahon taxallusini qo'llanib, Botir o'g'lonlar, Ona yurtim, ishqida, Shamolga xitob, Ona yurt sevgisi qatorliq she'rlarni orqa-orqadan e'lon qilib, tonilgan shoirlardan biriga aylangan. Uning she'riyat ijodiyati 1949-yildan keyin davomlashgan bo'lib, 1987-yili Jub haykal nomli she'rlar to'plami nashr qilingan. Abdulla Talib garchi she'riyatdan boshqa dramchilik bilan shug'ullanib, Erkinjanan, Söyginim a'lo qatorliq dramalarni yozgan bo'lsa-mu, adabiy hayotida romanchilik asosli o'rinda turdi. Uning Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Lali Qurban qatorliq romanlari ayni vaqtda xili cho'ng ta'sir qo'zg'agan. U 80-yillarning boshlarida roman ijodiyatiga kirishib, Uyg'ur hozirgi zamon adabiyot tarixida muhim o'rin tutadigan shoir Lutfulla Mutallibning jangovar hayoti va inqilobiy kurashlari aks ettirishga bag'ishlangan cho'ng hajmli romani Qaynam o'rkishini yozib, adabiyot sohasida, shundaqla kitobxonlar orasida cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Qaynam o'rkishi Abdulla Talibning vakillik asri, Uyg'ur romanchiligi shakllanayotgan dastlabki mezgillarda cho'ng ta'sir qo'zg'agan romanlardan biri. Shundaqla tarixiy shaxslarning badiiy obrazi tunji qitim nisbatan muvaffaqiyatli yaratilgan yirik asarlarning biri. Bu roman orqali yozuvchi bir tarafdan Lutfulla Mutallibdan iborat bu mashhur shoirning badiiy obrazini roman shakli orqali muvaffaqiyatli yaratgan bo'lsa, yana bir tarafdan tarixiy temadagi adabiy ijodiyatimizni qimmatli tajriba saboqlar bilan ta'minladi. Chala tekkan o'q romani Abdulla Talibning yana bir muhim asari bo'lib, Uyg'ur yoshlarining 1940-yillardagi cho'ng davolg'ush mezgilida milliy mustaqillik ko'rishi jarayonida boshdan kechirgan qismatlarga boy hayot sarguzashtlari, oshkor yoshirin elib borgan kurashlari va milliy mustaqillik inqilobining umumyuzlik bo'lmaganlik sababidan duchor bo'lgan fojialik taqdirlari tasvirlangan. Lali Qurban romani Ching sulolasining oxirgi yillarida Kucha xalqining milliy zulmga qarshi elib borgan kurashlari va oshiq mashqlarning muhabbat erkinligi, shaxsiy ozodlik yo'lidagi jon fidolik tasvirlangan bo'lib, Uyg'ur adabiyotidagi nodir tarixiy romanlarning biri hisoblanadi. Abdulla Talibning romanlari tema jihatda o'rtaq alohidlikka ega bo'lib, hamma romanida degidek vatanimizning tarixiy va ijtimoiy realligi orqa ko'rinish qilinib, Uyg'ur xalqining zulmga bosh egmay, mustaqillik va hurlik uchun elib borgan jangovar kurashlari aks ettirilgan. Abdulla Talib yana Uyg'ur ma'rif tarixi sohasida izlangan bo'lib, uning Uyg'ur ma'rif tarixidan O'chiriklar nomli asari Uyg'ur ma'rif tarixiy dastlabki qadamda yoritib berilgan muhim bir emgak bo'lib, o'zining o'qishchanligi va ilmiy qimmati bilan zo'r olqishga erishgan. Biz Abdulla Talib ustoz tavalludining 100 yilligini xotirlayotgan bugungi kunda uning Uyg'ur adabiyotiga qo'shgan o'chmas to'kpalarini, Uyg'ur ma'rif tarixi sohasidagi samaralik emgaklarini eslash bilan birga, uning yana yosh avlodlarni milliy mas'uliyat ingi turg'izish va millatning haq-huquqini qo'lga keltirish uchun kurash qilishga undash jihati singdirgan aziz mehnatlarini asla unutmaymiz. Marhum ustozning makoni jannat, ruhi shod bo'lsin.